Prezidentimizga rahmat. Surxondaryoni xalqni o'ylab, birinchidan suv olib beryaptilar. Ikkinchidan hamma tuman kanalizatsiya bo'lyapti. Bu bilasizlarmi, qanchadan qancha kasalliklarni oldi oladi. O'zbekiston Respublikasi va Jahon banki o'rtasidagi uzoq yillik samarali hamkorlik doirasida yurtimiz hududlarida ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega yirik infratuzilmaviy loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kecha mazkur hamkorlik dasturlari doirasida Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorligi jamiyatiga 39 ta zamonaviy maxsus texnika topshirildi. Tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etib, Prezidentimizning 2024-yil 31-yanvardagi Xalqaro taraqqiyot uyushmasi va Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki ishtirokida o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtaldi. Mana shu katta trassani bo'yidan qancha yer yotibdi. Yoshlariga issiqxona qilib bo'lib berish kerak hammasini. 100 gektarlab yer bekor yotibdi. Taarruz qovun eksa bo'ladi. Odamlarga bo'lib berish kerak, suv olib berib. Qayd etilganidek, mazkur loyiha orqali shaharlar infratuzilmasini kompleks rivojlantirish, aholiga ko'rsatilayotgan servis xizmatlari sifatini oshirish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi tuman markazlarini shahar qiyofasiga aylantirish orqali aholi turmush darajasini yaxshilash, qulay tadbirkorlik infratuzilmasini tashkil etishdan iborat. Surxondaryo viloyatiga jami 100 million dollardan ortiqroq mablag' jalb etilishi mo'ljallangan. Ushbu loyiha doirasida birinchi navbatda aholiga eng zarur bo'lgan ichimlik suv ta'minoti yetkazib beriladi. Shu bilan birgalikda oqova suv ta'minoti tizimini tashkil etilib, bu xizmatlar orqali ijtimoiy soha, ko'p qavatli uy-joylar va tadbirkorlik subyektlariga yangi turdagi xizmatlar joriy etiladi. 300 mingga yaqin aholini ko'rsatilgan ichimlik suvi, kanalizatsiya, yo'l xizmatlarini sifati yaxshilanadi. Suv ta'minoti korxonalariga topshirilgan 7 ta yuklagich ekskavator, 4 ta gidrodinamik mashina, 7 ta qutqaruv payvandlash uskunasi, 14 ta assenizatsiya mashinasi, 7 ta ixtisoslashtirilgan avariya ta'mirlash mashinasi hududlarda yuzaga kelayotgan nosozliklarni tezkor bartaraf etish, shuningdek, qurilish va ta'mirlash ishlarini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan suv ta'minoti tizimiga juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda suv ta'minoti tizimiga maxsus texnikalar berildi. Avariya tiklash texnikalari kichkina hajmdagi quvurlardan to 350 mm diametrdagi quvurlarni ulashda, payvandlash ishlari hamda asfalt yo'laklarni yo beton yo'laklarni ham kesadigan apparatlar bilan to'liq jihozlangan. Biz oldingi vaqtlarda lomlar bilan qo'l mehnatini amalga oshirgan bo'lsak, bugungi kunda hammasini texnika bajarishiga erishildi. Aytish joizki, joriy yilning birinchi choragida ichimlik va oqova suv tizimlarini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasida viloyat aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi yil boshidagi 67,5% dan 68% ga yetkazildi. Jumladan 52 ta mahalladagi 12431 nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lsa, 31 ta mahalladagi 32553 nafar aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Sohaga qaratilayotgan bunday e'tibor amalga oshirilayotgan ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.